Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Siz Mehriddin xabarlari podkastini tinglayapsiz. Bugun studiyamizda men, Mohina Bonu, huquq fakulteti talabasi va doimiy ekspertimiz, tajribali advokat va mediator Mehriddin Boltaboyev. Assalomu alaykum Mohina Bonu. Barchaga xayrli kun. Mehriddin aka, bugun biz uchun juda muhim bir yangilikni muhokama qilsak. Yaqinda kredit byurolari faoliyatiga oid yangi bir hujjat qabul qilinibdi. Keling, shu haqda oddiy va tushunarli tilda gaplashib bersangiz. Bu nima o'zi va nima uchun biz uchun muhim? Albatta Mohina Bonu. Gap shundaki, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi tomonidan yangi bir nizom tasdiqlandi. U kredit byurolarining axborot xavfsizligi va kiber xavfsizligiga doir minimal talablar deb nomlanadi. Ushbu hujjat Adliya vazirligida 2025-yil 23-sentyabrda ro'yxatdan o'tkazilgan va muhimi 2025-yil 25-dekabrdan e'tiboran kuchga kiradi. Tushunarli. Kredit byurosi bu bizning kredit tariximizni saqlaydigan tashkilot, shundaymi? Nima uchun aynan ular uchun bunday qat'iy talablar kerak bo'lib qoldi? To'ppa-to'g'ri. Kredit byurolari bizning moliyaviy pasportimizni, ya'ni qachon, qayerdan va qancha kredit olganimiz, uni o'z vaqtida to'laganmiz yo'qmi shular haqidagi barcha ma'lumotlarni yig'adi. Bu juda nozik va maxfiy axborot. Tasavvur qiling, bu ma'lumotlar yomon niyatli kishilar qo'liga tushib qolsa nima bo'ladi? Sizning nomingizdan soxta kredit rasmiylashtirilishi yoki moliyaviy firibgarliklar sodir etilishi mumkin. Aynan shunday holatlarni oldini olish uchun bu nizom qabul qilindi. Maqsad har bir fuqaroning kredit ma'lumotlari daxmsizligini ta'minlash. Juda jiddiy masala ekan. Xo'sh, bu nizom kredit byurolariga qanday aniq majburiyatlar yuklaydi? Oddiy fuqarolar tushunadigan asosiy talablarni sanab o'tsangiz? Keling, eng muhim 4 ta yo'nalishni aytib o'taman. Birinchidan, maxsus xizmat tashkil etish. Endi har bir kredit byurosida faqat axborot va kiber xavfsizlik bilan shug'ullanadigan alohida xizmat bo'lishi shart. Ularning asosiy vazifasi kiber hujumlarni qaytarish va ma'lumot sizib chiqishini oldini olish. Ikkinchidan, texnik himoya. Barcha ma'lumotlar, ayniqsa tarmoq orqali uzatilayotganda maxsus shifrlangan kanallar orqali yuborilishi kerak. Bu xuddi pulni oddiy konvertda emas, balki seyfda yuborganday gap. Bundan tashqari, ma'lumot chiqib ketishini oldini oluvchi DLP, Data Loss Prevention sistemalari joriy etilishi shart. Uchinchidan, jismoniy xavfsizlik va zaxira nusxalar. Serverlar joylashgan xonalar qattiq nazoratda bo'lish, biometrik yoki kodli qulflar uzluksiz video kuzatuv bilan jihozlanishi lozim. Eng qizig'i, barcha ma'lumotlarning zaxira nusxalari asosiy serverlardan kamida 50 kilometr uzoqlikda joylashgan boshqa bir markazda saqlanishi kerak. Bu zilzila yoki boshqa favqulodda vaziyatlarda ma'lumotlar yo'qolib qolmasligini kafolatlaydi. To'rtinchidan, tezkor xabar berish. Agar biror bir kiber hujum yoki shubhali harakat aniqlansa, kredit byurosi bu haqda darhol Markaziy bankka xabar berishi shart. Bu esa muammoni tezda bartaraf etishga yordam beradi. Aytganingizday, talablar juda jiddiy. Demak, xulosa qilsak, bu yangilik oddiy fuqarolarga nima beradi? Bizning kredit tariximiz endi haqiqatdan ham xavfsizroq bo'ladimi? Shubhasiz. Bu nizomning kuchga kirishi bilan kredit byurolaridagi ma'lumotlar himoyasi yangi bosqichga chiqadi. Bu esa har birimiz uchun o'z shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarimiz begona qo'llarga tushmasligiga, nomimizdan noqonuniy harakatlar sodir etilmasligiga bo'lgan ishonchni oshiradi. Moliyaviy tizimga bo'lgan ishonch esa mamlakat iqtisodiyoti uchun juda muhim. Katta rahmat Mehriddin aka, har doimgidek murakkab narsalarni juda sodda qilib tushuntirib berdingiz. O'ylaymanki, tinglovchilarimiz uchun ham bu ma'lumotlar juda foydali bo'ldi. Arzimaysiz, Mohina Bonu. Asosiysi huquqiy bilimlarimizni oshirib boraylik. Shuni ma'lum qilamanki, bu podkast sun'iy intellekt yordamida advokat, mediator Boltaboyev Mehriddin Salohiddin o'g'li tomonidan tayyorlandi. Agar sizga huquqiy yordam, professional advokat yoki mediator xizmatlari kerak bo'lsa, +99 040
1892 raqamiga murojaat etishingiz mumkin. Mehriddin xabarlarining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.